Assalomu alaykum kanal kuzatuvchilari, obunachilar. Bizda Tracker 1 mashinamiz bor edi. Unga metan uстановка qilib beryapmiz. Ko'rishingiz mumkin. W01 farsunkamiz. Original stagdiki. Reduktorlar har doimgidek X reduktor originali. Dachiklarimiz oq dachik, 4-paketlaniki, ko'rishingiz mumkin. Miyalarimiz Staggofas 200. Mana Staggofas 200 yozilgan. Kimga agar metan propan uстановка xizmatlari kerak bo'lsa, pastda nomer qoldirib o'tamiz. Aloqaga chiqishingiz mumkin. Ichkariga qo'yiladigan kulchatlarimiz har doimgidek stak bo'ladi. Mana kabeli shuni 3 polosali, mana 3 ta polosali, rang-rangiga tushadi, ulanadi. Mana orqa qismiga 90 talik metan uстановка qilib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Mana turishi bemalol yopiladi, yopilishi ham bemalol mana yopiladi. Ko'rishingiz mumkin yopilishi. Mana bemalol yopilib ochiladi. Bu yerda ham Damas mashinamiz bor. Bunga 50 talik propan balondan uстановка qilamiz hozir. Xudo xolasa mana taglariga shumkalar qilib akkuratlik qilib berdik. Orqa qismiga bunga ham 90 talik metan uстановка qilingan. Mana ko'rishingiz mumkin taglarini. Chanalarni ham baquvvat 5lik ugunlikli. Mana propan uстановка qilib bo'lganmiz. Mana oldi qismi bo'lgan, xudo xolasa ko'rishingiz mumkin. Kimga agar xizmatlari manzur bo'lsa yo qiziq bo'lsa, pastda raqam qoldirib o'tamiz. Ekranlarda raqamlar qoldirib o'tamiz. Aloqaga chiqishingiz mumkin. 24 soat nomerlarimiz yonib. Mana boyagi Trackerimiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, raqam qoldirib o'tamiz, yana o'rnatib qaytarib o'tamiz. Mana boyagi Trackerimiz, Tracker 1 Damas Nexus 3 mashinamizga. Bizning xonamiz 4-xonada joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. 4-boks. Sog' bo'lasizlar.